Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Mana bugungi kunga 2026-yil 17-fevralda turibmiz. Bugun mana chiznogimizga ishlov berishni boshladik. Xudo xolasa mana ko'kma masalasining hozirga ishlov berishni boshladik. Bunga nitrofos bilan mashavinani aralashtirib, hozir mana arg'ani ichiga bir kishi arg'ani ichiga dori solyapti. Mana u ko'rsalaring. Mana dorini solib metabloyda kultivasiya qilib kelyapti obunachilarim. Endi mana hozir shu kultivasiyani metabloyga yangi ali pichog'idan olib turib moslab qo'ydik. Haligi hozir 20-22 bo'ldi mana uning orasini ichi. O'shalik pichog'ning kengligi. O'shancha mana 60 ga hozir rosa tushdi. Endi bizga bundan kengrog'i tuzay ekan. Hozir 60 sal torlik qilib qo'lyapti. O'shunga yildan keyin xudo xolasa chisunaydi 70 ga ekishim kerak ekan. 70 ga eksam mana shu metabloyda kultivasiyasi rosa tushar ekan. O'shanga hozir o'g'lim kultivasiya qilyapti. Mana kuyovim bilan dori solishib, xudo xolasa yaxshi, endi holati yaxshi. Endi erta ekkanimizda maysasi baland bo'lardi. Endi biz mana yerni bo'shashiga qarab o'sha mana nimani samsoq piyozni nima qilganmiz, kechira ekkanmiz. O'shaning evaziga hozir pastroq endi ishlovini beryapmiz xudo xolasa. Bundan bag'i endi maysasi ham baland bo'ladi xudo xolasa. Mana hozirgi kultivasiyani ko'rasizlar. Ashuni ham o'rganib olaydi, metabloyda kultivasiya qilsa bo'laverar ekan. Endi buni o'sha kultivasiyani qilib hozir dori bilan kultivasiyani qilib qo'yapmiz. Endi mana qurishini kutamiz. Endi mana kultivasiya qilingan joy qurib rosa yaxshi qurib olsa, mayda nimamiz bor, agatini ham moslab qo'yganmiz. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana agati mana o'sha agatini qo'yib bir yo'li bir 3-4 kundan keyin qurigandan keyin agatini olib qo'yamiz. Shu bilan qachon chanqasa sug'oramiz. O'shaga endi meni o'zimning tajribam endi. Hamma har xil nima qiladi. Mana shunaqa qilib tajriba qilib mashq holatda ekaman men. Parvarish qilaman. Mana hozir o'shani kultivasiya qilayotganini ko'ringlar mana. Mana aynan o'sha hozir 60 ga ham yaxshi tushdi bu. Tushdi-yu baribir 70 bo'lgani ma'qul ekan. Mana shuna qilib kultivasiyasini qilyapmiz. Endi haliga sizlarga ham aytganim, hali ketmon chopib, ketmonda qiynalmanglar. Qiynalmasa mana shu oddiy mashim metabloyda o'zida chopig'ini tayyorlab qo'yarasiz mana. Yangi hozir tushadi. Mana shuna qilib kultivasiyasini qilib qo'yarasiz. Batta metabloy bo'lgandan keyin biror dona o't chiqarmasangiz bo'laverar ekan. O'shiga meni hozir obunachilarim bordi, ko'pchilik, dehqonlar ham bor, chisin ekan. Men telefonlashtiraman, mana shuna qilib, harakatingizni qilib, mana shuna qilib kultivasiya qilib qo'ying. Ancham jariga o't bosib ketsa qo'rqmas ekansiz, bunda metabloyingiz bo'lsa. Aynan mana shunday yurib qo'yasiz. Biror dona o't qolmaydi. Qurigandan keyin agatni tortib qo'yasiz, dorini solasiz. Ana xudo xolasa shuni tayyorlashyapti. Mana dehqonlarimiz, dehqonchiliklaringga baraka bersin. Mana shuna qilib qiziqib, agar chisini ekib, mana shuna qilib qilsangiz, o'zingiz ham bahri dilingiz ochiladi. Kelasiz, ko'rasiz, dehqonchilikni ko'rib, maza qilib, ko'klamini ko'rib, mana hozir ayrim joyda ko'p erta ekanlarki, hozir baland bo'lib maysa bo'lib ketdi. Endi bizniki mana yer bo'shashiga qarab kech ekib qoldik. O'sha uchun bizga hozir sal maydaroq o'shlar bo'lsa ham endi xudo xolasa hozir endi ko'karishni boshlagan. Mana hozir endi bu ham ko'tarilib ketadi. O'sha ertakilar bilan baravar bo'laveradi bu ham. Mana obunachilarim, mana shu mana shuna qilib ekib tavsiya qilaman, ekinglar. Mana endi mana shu chisunogimiz agar samsoq piyoz mana shu pishib, bir pishishiga bir 20 kun, bir 15 kun qolganda biz hozir o'sha karamda urug'ini olib qo'ydik, sepib, tayyorlab, o'sha kunga chiqadigan qilib. Chisunogni olmasdan, chisunogni yig'ishtirib, baqa olmasdan turib, Chesnoyni yig'ishtirib, baqa olmasdan turib ichiga ekib chiqamiz karamni.
karamda ekib chiqamiz. Shunda o'sha karam mana chesnoyni uyga olib borib ombor qilib bosib qo'yasiz, keyin karamini parvarish qilaverasiz. O'shanga hozir biz o'shanga ham harakat qilyapmiz. Bu hozir bitta chesnoy bilan qolmaydi. Bitta chesnoy bilan qolmaydi. Bitta chesnoyni o'sha yig'ishtirishga bir 10-15 kun qolganda ichiga da yurib ekib qo'yamiz. Karam ko'chat. Undan keyin karam ko'chatga ehtiyot qilib nimasini olamiz. Chesnogini olsak, endi karamni o'zi qoladi. O'zi endi karam endi uni kuzgacha endi karamni ag'ga karamni sotaverasiz, foydalanasiz. Shu endi obunachilarim. Mana shunday qilib foydalansa, endi karamni o'rniga boshqa narsangiz eksangiz ham bo'ladi. Men uyimda bo'lsa, dala sharoit bor, uyda bo'lsa qalampir ekaman. Endi bu dala sharoitligi uchun, dala sharoitda shu karam ekaydi, hozir karamga tayyorgarlikni qilyapmiz. Chesnoyni xudo xolasa u chesnoyni ekkandagi, karamni ekkandagi o'sha karamni ekishlarni ham sizlarga ko'rsataman. O'sha bir yo'lda ikkita hosilda olib ketasiz uyga. Mayli obunachilarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'konchiliklarga, hammalaring do'konchiliklarga Xudo baraka bersin. Rahmat sizlarga.